Assalomu alaykum aziz hamshaharlar, bizning kuzatuvchilarimiz. Bugun biz siz bilan yuzma-yuz loyihasida yana ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Bugungi bizning ko'rsatuvimiz aynan yil sarhisobi deb nomlanadi. Ma'lumki, keyingi yillarda shahrimizda juda keng ko'lamdagi bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. O'sha barpo etilayotgan baland imoratlar, qadr osilayotgan turli sohalardagi inshootlar bugun shahrimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlamoqda. Albatta, mana shu ishlarni amalga oshirishda ana shu fidoyi o'z sohasining ustasi bo'lgan hamshaharlarimizning mehnatlarini alohida e'tirof etish o'rinli. Bugun ana shunday ishlarda o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan kattaqo'rg'onlik ajoyib tadbirkor, uzoq yillardan buyon ana shu qurilish sohasida yetakchilardan biri sifatida tanilgan Nizom aka Fayziyevni bugun biz studiyamizga taklif qilganmiz. Xush kelibsiz Nizom aka. Nizom aka, suhbatimizni avvalambor mana shu an'anaviy savoldan boshlaymiz. Aynan siz mana shu sohaga qanday kirib kelgansiz? Agar siz qurilish sohasida, shu sohada ishlamaganingizda qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz? 92-yillarda ish faoliyatimizni boshlaganmiz, u paytda yosh bo'lganmiz. Shu qurilish sohalariga, mana shu ko'p quruvchilarga havas qilganmiz. Ustozlarimiz bo'lgan. O'sha avvalambor bizning mana birinchi ustozim shu Said Ahmad aka Razoqov bo'lganlar. Oldin shunaqa qurilish trest degan binokor tashkiloti bo'laydi. Shuni qo'lda ishlaganman. Shu o'shada ish faoliyatimizni boshlaganmiz. Avvalo hammasi. Endi ishda qanday holatlarimiz bo'lgan bizda, endi birdaniga katta ishlardan emas, juda mayda ishlardan boshlaganmiz. Mana santexnika deyiladi. Shunaqa joylardan boshlaganmiz. So'ng ditsatlardan, bog'chalardan boshlaganmiz. So'ng yana xalq ta'limlariga qarashli maktablar bo'laydi. Ularda kapital remontlar qilinadi, rekonstruksiyalar qilinadi. So'ng 2003-yil davlatimiz dasturi maktablar xalq ta'lim bo'yicha davlat dasturi boshlanib ketdi. 2003-yili o'shandan birinchi mana ish faoliyatim, o'zim alohida bo'lib chiqqan faoliyatim hozirgi ikkinchi maktabimiz, umumta'lim maktabimizga o'sha 2 qavatli birinchi binomizni qurganman. Boshlagan holatimiz. Undan keyin qolgan xalq ta'limidagi qarashli ko'p maktablarda, shu shaharimizda 20 ta maktab bo'lsa, hamma 20 ta maktabning ichida kapremontlarimizni ham qilganman, rekonstruksiyalarni ham qilganman. Yana qo'shimcha binolar qurish holatlari bo'lgan, sport zallar bo'lgan. Oxirgi yillarda 2012-yilda endi nasib bo'lsa o'sha yana bir yangi dasturlar ochildi, musiqa maktablari bo'yicha. O'zimizga to'g'ri shaharimizda ham musiqa maktabimizni ham qurganmiz. Keyinchalik yana yangi dasturlar bo'ldi, ko'p qavatli uy-joylarni qurilishlar boshlanib ketdi davlat dasturi asosida. 2018-yilda mana shu o'zimiz Katag'on shaharida 5 qavatdan iborat ko'p qavatli uylardan, so'ng kamolat uylarni shu qurilishlariga ham qatnashganmiz. Shunday hodisalar bo'lganki, bizda mana tig'iz vaqt kunlar bo'laydi. Shu 1-sentyabrda 2 kun, 3 kun qolgan vaqtlarida shunday shu quruvchilarni yig'ib, bir motivatsiya berib, shu davay mana shu xalqimizning oldiga, shu bolajonlarimizni oldiga uyalib qolmasligi uchun o'sha kunga 1-sentyabr qo'ng'irog'ida shu o'quvchilarni, bolajonlarni olib kirib o'qitishga, shu yangi binoga kirgizishga niyat qilib bir motivatsiya beruvdim o'sha quruvchilarga. O'z vaqtida shu 1-sentyabrda shu bolajonlarimizni o'qishga kiritib, shu o'qish jarayonini boshlab yuborish holati bo'lgan, shu test topshirish holati bo'lgan. Shunaqa holatlarimiz ham ko'p bo'lgan. Aynan mana shu holatni esladingiz. Mana o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor kasbingizda albatta. Shu kasbni bekor tanlagan ekan, boshqa sohaga ketsam osonroq bo'larmidi degan bir xayol o'tganmi? Yo'q, menga juda endi qanday desam, har bitta insonning o'ziga yarasha qanchadir shu o'zining umri holatida har xil qiyinchiliklar bo'ladi. Men endi o'zimda shunday holat qilganmanki, o'zimni kasbimni juda sevganman. Shu holatlar bo'lgan, qiyinchiliklar bo'lgan, mablag'larimiz bo'lmagan holatda bo'lsa ham, qanday bo'lsa ham shu chiqarib berganmiz. Shu vaqtida hamma narsani vaqtida topshirganmiz. Hech qachon bir holatlar bo'lmaganki, topshirilmay qolmay holatlar bo'lmagan, shu nimaydi, ishlar bajarilmagan holatlar bo'lgan, o'z vaqtida topshirganmiz hammasini. Shuning uchun endi qanday demoqchiman, hozirgi mana yangi hozirgi quruvchilarda yosh quruvchilarimiz bor. Hozir mana juda O'zbekistonimizda juda katta rivojlanib ketyapti. Bu tez holatda rivojlanib ketyapti qurishlarda. Shu quruvchilarga bir aytiladigan holatimiz bor, shu o'zini sohasini, mehnatini sevsin. Ko'p mana mablag'ga qiziqish kerak emas. Shu o'sha o'sha nimani qurilishni sevish kerak.
Shu o'sha jonini berib qilsa, u o'sha qurilish ham bir o'ziga qarab nima beradi, javob beradi. Vaqtida qurilishga ham holat bo'ladi, o'sha qurilish ham o'zi uchun o'sha insonga javob ham beradi. Unga bir ahamiyatsiz, boyagida e'tiborsiz bo'lsangiz, u ham xuddi o'shanday qurilish ham orqaga qolib ketaveradi-da. Shuning uchun men demoqchimanki, shu kasbni sevish kerak. O'sha mehnat qilish kerak, o'sha kasbni sevish kerak. Yana bir narsa Nizom aka, mana o'zi aytyapsiz, haqiqatan ham har qanday inson o'zining kasbini sevsa, uni mashaqqati ham bilinmaydi. Keyin fidoyilik siz uchun nima? Mana bugungi kunda o'zi aytyapsiz, juda ko'p qurilishlar amalga oshirilyapti, raqobat. Masalan, raqobat dengish uchun qanday chiqish mumkin mana shu yo'ldan? Eng avvalosi raqobatni yengish uchun bitta masalan men o'zimni gapirib aytib o'tib ketsam, avvalambor o'sha fuqaromizga nisbatan, o'sha biz endi xaridorimiz deymiz, xaridorimizga nisbatan ishonchligimizni bildirishimiz kerak. Nima uchun desak, o'sha xaridor o'sha topayotgan mablag'ini uy-joy olish uchun biz bilan shartnoma qiladi, o'sha yo mablag'ini bizga beradi, o'sha mablag'ini qancha qiyinchiliklar bilan topib kelyapti u xaridor. Biz o'shanga nisbatan xiyonat qilmasimiz kerak. O'sha aytilgan vaqtida qurilishni o'sha uy-joy bo'ladimi, o'sha uy-joyni aytilgan vaqtida topshirishimiz kerak. Ya'ni sifati bilan. Endi mas'uliyat bilan yondashish kerak. Bugungi kunda mana sir emas bu. Masalan, ko'p fuqarolar uy-joy olishga borganda, masalan, albatta quruvchini so'raydi. Kimni tashkiloti quryapti mana shu binoni deydi. Men masalan o'zim ham ko'p guvoh bo'lganman. Mana shu kimniki degani, mana shu Nizom akaniki deganda, mana shu odamlarda ishonch borda. Siz qanday erishgansiz mana shu ishonchga? Endi bu ishonchga ham bir oson bo'lmagan. Misol uchun ancha yildan beri ko'p qavatli uy-joylarni agar masalasini ko'tarilayotgan bo'lsa, 2010-yildan boshlangan. Menga bu Samarqand viloyati, Samarqand shahrida boshlangan. Shu Gagarin ko'chasi deymiz, mana eski Titova degan ko'chalarda, o'sha yerlarda ko'p qavatli uy-joy qurganman, o'sha yerdan boshlaganman. Qurilishni o'shadan boshlab o'zimizni mana Kattaqo'rg'on shaharliklar ham Samarqand shahrida bo'lgan vaqtda Nizom aka o'sha yerda ham ko'p qavatli uylar qurish boshlabdi. O'sha oldingi quruvchilar bilan birgalikda qurish boshlabdi. Qanday bu oldin boshqa ishlar bo'laydi, balki xalq ta'limidagi maktablarda, kollejlar qurilishida yo kottejlar qurilishida bo'lyapti-yu, yana ko'p qavatli uy-joyga ham o'tib ketdilar. Ko'raylik deb borgan joylar ham bo'lganlar o'zimizning shaharda, Kattaqo'rg'onliklar. Borib ko'rib, ishimizni ko'rib, o'sha vaqtda aytgan Nizom aka, o'zimizga ham qursangiz bo'ladi shu ishlarni. Nima faqat Samarqandda yo Toshkentda emas-ku, Kattaqo'rg'onimizni ham bir ko'rkiga ko'rk berib, rivojlantirishga bir qilsangiz, qursangiz bo'ladi. Men aytganmanki, niyatim bor. Xudo xolasa nasib bo'lsa shu Kattaqo'rg'onimizga ham nasib bo'lsa juda chiroyli binolarni quramiz. Shu yoki fuqarolarimizga ma'qul bo'ladigan, shinam, sifatli qilgan holatlarda qilgan niyatimiz bor. Avvalo Xudo, Allohga shukr, o'sha niyatlarimizga erishdik. Hozirgi kunda mana obod makon degan bir loyihamiz bor. O'sha nima deymiz, o'zimizni mana Novat Center deb ataladigan joyimiz. Yangi markaz. Hozir ayni damda qurilish ishlari ketyapti. Yo'q, birinchidan o'sha hozirgi kunda birinchi etapimizda 22-yilda topshirdik. 150 ta xonadon topshirdik. Xudoga shukr, hamma xonadon egalari, shu mana fuqarolarimiz xursand. Hech qanaqa bir murojaat yo'q. Shunam chiroyli. So'ng ikkinchisini hozir ikkinchi obod makon degan yana o'sha loyihamizga qo'shimcha bo'ldi. Yana uni ham xudo xolasa mana shuni 25-yilda uni ham topshirdik. 26-yilda xudo xolasa yana qurilish yaqinlashib turibdi. Topshirishimizga harbiylar shaharchasida 8 qavatli muhtasham degan loyihamiz bor. Har bitta loyihada bitta nom qo'yaman. Men o'zim shunaqa bir nimam bor, endi bilmayman, qolgan quruvchilarga ham, endi hamma joylarga ham shunday bo'lyapti. O'zimga yarasha o'sha obod makon degandan keyin o'sha obod makonni bir qanaqadir mazmuni kerak. Yoki obod makon nima o'zi bir so'rasam, nima uchun bu obod makon degan so'zni qo'ydik? Shu joyda obod qilish, obod makonga aylantirish degan ma'noni bildiradi. Muhtashamimiz, men muhtashamni deganimki bir boyagi muhtasham bir kino bor, turklarning kinosi. Muhtasham 100 yil. Muhtasham 100 yil degan kinoni shu juda yig'lab ko'rganman. Juda nima bilan ko'rganman, shu binolariga, juda chiroyli binolarga kinolar o'sha syomkalar bo'lingan. Endi u uchun o'zimiz O'zbekistondagi qurilishlar ham ulardan qolishmaydi. Mana Registonimiz, o'sha ham bir nima edi, milliyligimiz. Shuning uchun o'zi qurilayotgan boyagi harbiylar shaharchasida qurilayotgan qurilishimiz 8 qavatli milliylik holatda bo'lyapti. Shuning uchun nomini muhtasham qo'yganmiz. Demak,
Nasib bo'lsa yana 26da yana yangi loyihalarimiz bo'lyapti. Obod makon 3 boshlanadi. Xudo xolasa nasib. Qaysi hududda bu endi? U ham o'sha yangi markazimiz. Yangi markazda. Yangi markazimizda Obod makon 1, Obod makon 2 bo'lgandan keyin Obod makon 3-chimiz bo'ladi. U juda katta loyiha. Necha xonadonli bo'ladi? 1800 xonadonli bo'ladi. 1800 xonadonli bo'ladi, 12 qavatli. Juda chiroyli bo'ladi. Bir-biridan chiroyli qurib ketaveramiz. Endi xalqimiz ham o'zi ko'rib turibdi. Qanday qurilishlarimizni o'zlari ham aytib turibdilar. Yana bitta loyihamiz bor. Bizda eski shaharimizda bir eski bir tashlandiq joy desak nima bo'lmaydi. Bir joy bor edi. O'shanga ham Sharqona degan bir yangi loyiha nom bilan loyiha qo'ydik. Yerga ham 7 qavatli bo'lyapti. Uy-joy, ko'p qavatli uy-joy. Unga ham 1,5 mingta xonadon bo'ladi nasib bo'lsa. Siz bilan suhbatlashish davomida siz nafaqat mana shu o'z sohasining bir fidoyisi, balki bir adolatli inson sifatida ham bir o'zingizni namoyon etyapsiz. Aynan siz uchun adolat nima? Ijtimoiy adolat nima? Chunki bugun siz uylarni quryapsiz-ku, mana shu ijtimoiy insonlarga yordam ko'rsatish maqsad shu deyapsiz-da siz. Siz uchun mana shu adolat, ijtimoiy adolat qanday hayotingizga o'z o'rnini topgan? Bilmadim, xuddi bilganday aytib turibsiz. Bilganday yo sezganday aytib turibsiz. Men o'zi 2017-yildan beri Adolat partiyasining a'zosiman. Shuni qandaydir bilaysizmi yo bilmaysizmi? Yo'q, bilmasdim. Men endi bilyapman, chunki qurilish sohasidagilar partiyalarga a'zo bo'lganini men endi bilyapman. Xuddi shunday. Shu Adolat partiyasining a'zosiman. O'sha Adolat partiyasida a'zo bo'lgan vaqtlarimizda saylov dasturlarida holatlar bo'laydi. Xalqning oldiga chiqib bir ancha o'zimiz dasturlarimiz aytgan joylarimiz bo'lgandi. Shu xalqqa kelajakda mana ko'p qavatli uy-joylarning qurilishida yo o'sha mahallalarda qanaqadir bir homiylik qilishlarini shu keyinchalik kelajakda shu qisqasi mana adolatni masalasini hozir ko'targanday qilasiz. Men o'zim adolatparvarman. Buni shunday hozirgi mana bu suhbatimiz uchun aytmayapman. Buni xalq ham biladi. Qayerga bo'lsa men adolatchi deydilar. Men juda mana o'zi yolg'on so'zda bo'lmaydi. Adolat bilan gapiringlar, hamma vaqt to'g'ri gapiringlar deb shu davrlarga ham o'zimiz davrda kichkina davrlarimizga ham aytib qo'ygan holatlarim bo'lganda. Bu adolatni deganimki, men o'zim mana bu 88-yildan 90-yilgacha Kattaxon shahrimizda kitob magazinimiz bor. Adabiyot shu kitob sotish holatlar o'sha magazinda savdoda birinchi bir nima deydilar ishlashni boshlaganman. Demak, dastlab siz kitob do'konida ish boshlagansiz. Kitob do'konida ishni boshlaganman. O'sha yerda o'tirgan vaqtlarim har bitta nimada javonlarda kitoblar turganida o'sha kitoblardan ko'pincha men tarixiy kitoblarni o'zim olib o'qib turaydim. Agar savdo bo'lmagan vaqtlari shu tarixga ham qiziqgan holatim bor. O'shanga qo'shimcha mana bu adolatparvarligim ham, adolatsevarligim ham shundan o'tgan menga. Siz demak o'sha adolatparvarlikni bugun mana shu ish faoliyatingizda ham qo'llab kelyapsiz. To'liq. Xuddi shunday. Nizom aka, yana bir narsa, bugungi kunda mana shu yoshlarimizga nima degan bo'lasiz? Mana bugun aynan qurilish sohasiga kirib keladigan yoshlarimizga qanday bir o'zingiz yaxshi bir maslahatlaringizni berasiz? Avvalambor mana hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz ham juda har bir chiqishlarda, mana yaqinda Samarqand viloyatiga kelgan vaqtlarida ham chiqishlar qildilar. Shunga bir ko'p hamisha aytyaptilar-da, shu nimani ilmni sevishni aytyapti. Birinchi masalamiz ilmni sevaylik. Ilmni sevdikmi, keyin qolganini hammasi Xudoim taolo o'zi yo'lni ochib beradi. Shu ilmni sevganimizdan keyin ilmdan keyin o'zi mehnatni masalasi keladi, mehnat sevarlik boshlanadi. O'sha mehnat qilayotgan ishimizga mehnatimizni sevgandan keyin o'zi ochilib ketaveradi. Demak, baribir har qanday kasbni tanlamasalar yoshlar baribir ilm orqali erishishlari mumkin shunga, to'g'rimi? Bugun Nizom Fayziyev bo'lib mana shu 30 yillik mana shu qurilish sohasining bir yetakchisi sifatida shahrimizda mana shuni bir nimaga ega bo'lishlari ham albatta Nizom aka mana shu o'qishlari, bilimga bo'lgan qiziqishlari sababchi bo'lgan deb o'ylaymiz. Nizom aka, avvalambor siz mana shu vaqtingizni ayamasdan biz bilan suhbatga kelganingiz uchun biz jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. O'ylaymizki, mana biz siz bilan 2025-yilning so'nggi kunlari, 2026-yilning kirishiga sanoqli kunlar qolganda suhbatlashib turibmiz. Agar mana shu imkoniyatdan foydalanib, sizga bitta imkon beramiz, mana shu hamshaharlarimizga o'zingizni bir tilaklaringizni ham bildirishingiz mumkin. Yangi yil oldi. Xudo xolasa nasib bo'lsa mana 2025-yilimiz juda barakali o'tdi. Buni
sababini bir holatda bir aytmay o'tib ketdim. Avvalambor shu mana hokimimiz Gavhar Zoirovnaga mingdan-ming rahmat deymiz. Juda mana shu 4 yil, 5 yil ichida, 5 yil ichida Kattaqo'rg'onimizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Hamma soha bo'yicha. Qurilish deysizmi, ta'lim bo'yicha deysizmi, sport bo'yicha deysizmi, mana hozirgi kunda futbolimizni mana qarang. O'zi mana birinchi o'rinli chempionlikka chiqib turibdi. Hokimimiz Gavhar Zoirovnaning yordamlari juda katta. Avvalambor hamshaharlarimizni yangi yil bilan tabriklayman. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, inshaalloh mana shu 26-yilga mana shu yangi rejalarimiz amalga oshib, mana quriladigan ko'p qavatli uy-joylarimizni juda chiroyli qurib, shu xalqimizga Xudo xolasa tuhfa qilamiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Azizlar, bugungi suhbatimiz, ko'rsatuvimiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetmoqda. Biz yana bir bor Nizom akaga minnatdorchilik bildiramiz. Siz bilan keyingi loyihada ko'rishguncha xayr deb qolamiz.